yur. Yaramas, muttaham, o'g'ri. Senday jinoyatchilarni tak tomiri bilan quritish kerak, toki boshqalarga o'rnak bo'lsin. Ko'p yoqqa. Tor shu yerda. Farog'at opa, jinoyatchini jinoyat ustida qo'lga oldim. Jinoyatchini ushladim. Farog'at opa. Nima? Opa? Ha, mana. Bu yoqqa yur. Mana aqlli, odobli deb yurgan talabaning ahvoli. Telefon o'g'irlayotgan paytda jinoyat ustida qo'lga oldim. Telefon? Telefon. Qayerdan? Mana qizlari xonasidan. Qayerdan bildingiz? Mana bo'yniga olib turibdi-ku. To'g'rimi? Nima, o'zingda yo'qmi? Bor. Ha, bor bo'lsa, boshqasini nima qilasan? Senga nima yetishmayapti? Otabek, bu nima qilgan ishing? Shunaqa bo'lib qoldi-da. Ko'ryapman, qanaqa bo'lib qolganligini. Hey, men sizlarga hammalaringga ko'rsatib qo'yaman. Nima qanaqaligini? Ichkariga olib keling. Qani. To'yir! Ha, Yordaming kerak. Pul yo'q. Hayot mamot masalasi. Aytyapman-ku pul yo'q deb buncha yalinasan. Bunchalar tubanlik, bunchalar befarqlik. Hayotda hamma narsani ham pul va boylik hal qilavermaydi. Muqimiy bunaqa she'r yozmagan. Bu she'r emas, haqiqat, fizik. Otabekni o'g'rilikda ayblashyapti-yu, sen pul deysan. Ha, Farog'at opa shunga boyatdan buyon baqirayotganmidi? Ha? Men o'ylabmanki, yana kimdir polni yaxshi yuvmasa. O'g'irlik. Men ham shunga qiziqyapman-da. Qandaydir telefon va Otabek haqida eshitdim. Shuning uchun uni o'g'ri deb maqola yozsammikin yoki Nosir akani tugullarni yechuvchi isqor debmi? Maslahating kerak. Miyasi aynigan jurnalist deb yoz. Ey! Ha, O'zingdan ketma, nimalar deyapsan? nima? Haqiqatni aytyapman. Do'stingni boshiga kulfat tushib tursa-yu, sen o'ylagan narsangni qara. Undan ko'ra yordam berishni o'ylash kerak. Men nima deyapman? Alisherning yoniga borib maslahat so'rash kerak. Bu yerda fizika ojizlik qilyapti-yu, ruhshunoslik nima qilib berardi? Demagil bizni Bo'ldi. Yetarli. Bor. Sen boraver. Men ungacha biror nima o'ylab turarman. Unda pul ber. O'zi qachon puling bo'lgan? Ma, faqat qaytarib berish sharti bilan. Fizik. Pulni kiyilgan emas, yangi paypoq ichiga yashiriladi. Shu ham yangiligicha turardi, agarda sen kiymaganingda. Qolgani qani? Boyagina 100 ming edi-ku. Qayerdan bilasan? Bilaman-da. Bilmasam, taxmin qildim. Yo, ularni parchalab yubordingmi? Hozir o'zingni parchalab qo'yaman. Joyli ekan. Mayli. Turaversin. Qolganini Hilolarni tushlikka taklif qilganimga olaman. Bor, yo'lingdan qolma. Rahmat. Pulam ketdi. Endi uni qaytib ko'rmasam ham kerak. Albatta ko'rmagansan, bilmagansan. Chunki bu yer qizlarning xonasi deb yozib qo'yilmagan. Shundaymi? Men seni juda ham yaxshi bilaman. Ko'rinishingdan aqlli, odobli bola bo'lib yurganing bilan naq ichidan pishgan muttahamsan. shunaqaligini bilarmidingiz? Albatta bilardim. Opa, men buni kuzatib yurgandim. Naq jinoyat ustida qo'lga olmoqchi edim. Vaqtida chorasini ko'rsangiz bo'lmasmidi? Ish shu darajaga yetib kelmasdi. Kuzatdim-ku, opa, kuzatdim. Kuzatmay har balo bo'ling. Shu gap kerakmidi bizga? O'g'ri bo'lishini kutib o'tirmasdan uni oldin olish kerak edi. Voy. Butun o'g'irlikni Otabek qiladi-yu, men aybdor bo'lyapmanmi, opa? Yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash bizning vazifamiz. Qoyil. Ana endi o'z vazifangizni topibsiz. Sizdan hech kim fikr so'ragani yo'q. Oyoq kiyimizni almashtirib, axlatni tashlab kelgunimcha mana shu yerda o'tirib turing. Allaqachon almashtirib bo'lganman. Aytganimni qiling. Xo'p. Aytganingizni qilamiz. O'zidan Nosir aka yasab olganini-chi? Undan ko'ra ovqating bormi, yo'qmi deb so'ra. Ovora bo'lma. Ularnikida bugun non ham yo'q. Nafasim qursin shoir. Men non qidirib emas, joy qidirib yuribman. Joy masalasi ham muammo. Nega? Alisher shifoxonada-ku. Ha, Alisher shifoxonada.
Otabek esa qizlarning xonasida. Nega? Tinchlikmi? Ustiga ustak Nosir aka bilan Farog'at opa ham o'sha yerda. Nima? Birontasini ota-onasi kelibdimi? Eng qizig'i, xonada qizlarning o'zi ham yo'q. Nega yo'q bo'lar ekan? Hozirgina Gavharni ko'rdim. Kiraverishni supurayotgan edi. Yo'q, men ko'rmadimmi? Nima Alisherni yo'qlagani bormabdimi? Men qayerdan bilaman? Borib o'zidan so'ra. Bo'pti, so'rayman. Ungacha sen borib Alisherdan xabar olib kel. Nima? Har qalay o'gay bo'lsa ham xonadoshing. Nega endi men? Chunki men Toyirga so'z berib qo'ydim. Axir yaqinda men Savollar ko'payib ketyapti. Mana, avtobusda borib kelishingga pul, yo'ldan ikkita non ham ol. Sen kelgunicha men ajoyib mavzuda maqola tayyorlab qo'yaman. nonga yetmaydi-ku. Agar piyoda borsang, nonga ham yetadi. Qanaqasiga? Shunaqasiga, do'stning do'stligiga kulfat tushganda bilinur, qovunning tanasiga pichoq ursang tilinur. Jo'ra. Bore. Guli, borganimiz yaxshi bo'ldi. Ancha kayfiyat ko'taradi. Hilola qani? Bu sar borib Otabekni qamab qo'yish deb Alisherning yuragini yomon qilib qo'ysa-chi. Otabekning otasi bundan xabar topib Toshkentga yetib keladigan bo'lsa, devda yigit bu yerda otasini ko'rib yiqilaverib mayib bo'lib qolsa-yu, bu yoqda ajoyib kelajagi porloq ruhshunosdan ajrab qolishimiz mumkin. Yo, bunaqasi ketmaydi. Yaxshisi bunga aytmasligimiz kerak. Uni shundoq ham muammolar yetarli. Buni o'zimiz hal qilamiz. Bundan boshqa muammolar yo'q tomoni. Shunday kunda muzqaymoq xabarlar bor. Tomon og'ridi. Kasal. Voy, to'xtanglar. Qaysi qavatda turasizlar? Nima edi? Oyoq kiyimlarini almashtirib olinglar. Aytmasangiz ham bilamiz. O'zidan Nosir aka savoganlichi. Bugun meni navbatchiligim edi. Shunga hamma yoqni yog' suyalagudek qilib tozalatib, tartib. Oyoq kiyiming. Voy, bo'lsa. Yana do'kondan biror nima olib kelib, ixtiro qilmoqchi shekilli. Ha, mayli. Hilola nega kelmayapti ekan? Bunaqa kechikadigan bo'lsa, faqat uyiga kuzatishgagina vaqt qoladi-yu. Pulim bo'lsa bor, kamchilik yo'q, lekin ichimda nimagadir bezovta. Farog'at opa, men buni ichini qayerdan bilib o'tiribman? Ichiga kirib chiqmagan bo'lsam, ko'rinishidan qarang, aqlli, odobli. Va alaykum assalom. Kelinglar qizlarim. Mana. Qizlarim, mana o'zingizlar aytinglar. Shu yigitni hech bir zamonda o'g'ri deb o'ylaganmidilaring? Nima? Qanaqa o'g'ri? Otabek xonalaringga o'g'rilikka tushibdi. Nosiraga tutibdi. Yo'q-e. Shunday. Xonamizda Gavhar bor edi, unga nima bo'ldi? Gavhar nima qildingiz? Qizim, o'zing bos. Yaxshiyam men Gavharga ish buyurib boshqa yoqqa jo'natgan edim. Bo'lmasa bu muttahamdan har baloni kutish mumkin edi. Boshqa iloj qolmadi. Militsiya chaqirish kerak. Albatta, militsiya chaqiramiz. Chaqiramiz, o'qishdan haydalib ketadi-yu. O'qishdan haydalish yengil jazo. Hali bir muttaham qamalib ham ketadi. Bu yerda nima bo'lyapti? Kel qizim. Sen menga rahmat de. Rahmat. Arzimaydi, men seni har xil balo-qazolardan qutqarib qoldim. Qanaqa balo-qazo? Mana u o'g'rilikka tushibdi. Qayerga? Xonalaringga. Nahotki, shu rostmi? Rost. Ishonaman. Yashil olma o'zi shirin bo'ladi. Yever, qizlar olib kelishgandi. Hozirgina ketishdi. Men esa quruq kelaverdim. To'lib toshib kelardim-u, lekin Musa bor yo'g'i yo'l kiraga berdi. Hech qisi yo'q. Rahmat. Arzimaydi. Shu xonaga ko'chib o'tganmiding? Zo'rg'a topib keldim. Ha, shu yoqqa ko'chirishdi. Qalaysan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Rahmat. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima, Musa kelmadimi? Yo'q, nima edi? Voy ablah, yo o'zim shunchaki so'radim. Musa ham kelish kerakmidi? Ha, yo'q. Tag'in qovun tushirib o'tirmasin deb o'zim kelaverdim. Yana pulingni olib qo'ydimi? Iye, nega endi pulimni olib qo'yar ekan? O'zim berdim. Demak, u senga Otabek haqida, o'g'irlik haqida hech nima demadi, shundaymi? Tinchlikmi? Nima? Yana qizlarning ovqatini o'g'irladinglarmi? Qanaqa ovqat? Seni dardu fikring ovqat-ay. Yotoqxona tinchmi? Tinchlikka tinch. Lekin men qiynalib ketdim, og'ayni. Nima muammo? Men xil g'oyani o'ylayman. Hech biri oxiriga yetmaydi. Hammasi xom xayol bo'lib qolyapti. Obbo, men nima gap ekan deb o'ylabman. Soat kelib, hammasi iziga tushib ketadi. Bilmasam, butkul ishonchni yo'qotdim.
Boshqalar bo'lmag'ur narsani o'ylasa ham buyuk ixtiro bo'lib chiqaveradi. Meniki esa Juda unchalik emasdir. shunchalik. Mana tasavvur qil. Telefon yo'q. Xo'sh. Kimdir sim orqali uzoqdagi yaqinlari bilan gaplashish mumkin desa ishonasanmi? Ishonaman. Tushunmading, hali telefon ixtiro qilinmagan deb tasavvur qil. Jinni deb o'ylaysan. Telefon ixtiro qilib bo'lingan-ku. Bo'pti. Sen o'tmishga qaytib fikrlay olmaysan. Aslida bu sendek aqllilarga emas. Xo'p, telefondan boshqa yana nima bezovta qilyapti? Telefon bezovta qilayotgani yo'q. G'oyalarim xom xayol bo'lib chiqyapti. Yana bir muammo bor. Qanday muammo? Bilmasam. Bilmasang ham aytaver. Men ruhshunosman. Odamlarning dardini tinglab, to'g'ri yo'l ko'rsataman. Senga ishonsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi-da. Uf. Yo'q, Otabek nimaga bunday qilgan ekan-a? O'ylab o'yinga yetolmayapman. Odamni olasi ichida bo'ladi degani shuda, o'zini dangasdan uyquchiga solib yurardi. Aslida-chi juda ham epchil ekan. Yana kimmi? Seni bir tinga qimmat telefoningni o'g'irlamoqchi ekan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Nimaga endi mumkin emas ekan? O'zi tanlab o'tiribdi-yu. O'g'irlikka tushadigan odam oldindan ogohlantira olmaydi. Voy, albatta ogohlantirmaydi. Eng osar o'g'ri ham bildirmay, bekinib kiradi. Otabek bo'lsa oldimga kelayotganini aytgandi. Nosir aka chaqirib qoldi, ish buyurgan edi, chiqib ketdim. Nima? Oldinga nimaga kelmoqchi ekan? Bilmadim, balki ishi bordir. Balki kitob so'ramoqchidir. Qanaqa kitob? Demak, telefonni emas, kitobingni o'g'irlamoqchi ekan. Uf, Guli. U balki umuman o'g'irlikka tushmagandir. Bo'lmasa nimaga kirgan xonamizga? Men qayoqdan bilay, chiqib ketgandim. To'g'ri. Sen chiqib ketgansan. U payt poylab turib, telefon, anaqa kitobingni o'g'irlagan va uni pullash uchun bozorga olib ketayotganda Nosir aka tomonidan qo'lga olingan. O'zi shu bolani yuz ko'zlari menga yo'q. Oldindan sezib yurgan taxminlarim o'z tasdig'ini topayotganga o'xshaydi. Qanaqa taxmin? Bolani o'zi boqishlari boshqacharoq edi. Voy, mengami? Namuncha o'zingni tiqasan? Mengami? Hada. Siqsirqondan ketib, yuraklari patir-putir bo'lib yurgan bir paytda endi tushundim Gavhar. U seni qutqarish uchun o'g'irlikni bo'yniga olgan. Ha, pismi? Balki u rostdan ham o'g'irlikka tushgandir. Balki so'zini kamroq ishlasang o'zingga foyda bo'ladi. Turinglar qizlar, Nosir aka militsiya chaqirib qo'ymasdan oldin borib hammasini aytishimiz kerak. Nimani aytamiz? Telefoning emas, kitobingni o'g'irlamoqchi bo'lgan. Turgin. Otabek seni oldinga dardarish uchun kirgan. Lekin bu gapni Nosir akaga ayta olmagan. Shuning uchun yolg'on gapirib o'g'irlikka tushdim degan, tushundingmi? Ha, men Otabekni bunaqa mard deb o'ylamagandim. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Mard yigitlar bor joyda iboli qizlar ham topiladi. Shu ham muammo bo'ldi-yu. Ruhshunos har baloni biladi. O'ziga borib, bor gapni shartta ayt. Tamom vassalom. Muhabbat kelajagimga xalaqit qiladi. Fan bilan shug'ullanishim, buyuk ixtirolar qilishim lozim. Men Unda bir yo'li bor. Gestalt terapiyaning bir usulini qo'llash kerak. Men tushunmadim. Uslub oddiy. Uni ikki stul yoki qaynoq stul deyshadi. Xonaga ikkita stul qo'yasan, bittasiga o'tirasan-da, ixtirochi toyir bo'lib, sevuvchi toyirga qarshi bilganlaringni aytasan. So'ng teskarisi. Sevuvchi toyir bo'lib, ixtirochi toyirga nisbatan ko'nglingda nima bo'lsa, hammasini to'kib solasan. Uyalmasdan, ikkilamasdan, birov eshitib qoladi demasdan, butun borlig'ing bilan qilasan bu ishni. Shunday qilib, o'zingda qaysi fazilat ustunligini bilib olishing va ko'nglingni bosib yotgan dardlardan forig' bo'lishing mumkin. yordam berarmikin Otabekni qutqarishga? Uni nimadan qutqarish kerak? Qo'lga tushibdimi? Ha, yo'q. O'zim shunchaki yordam berarmikin ixtirolarimni Haligi Men ham qo'llab ko'rsam bo'ladimi? bilmadim-u, lekin ustozlar yaxshi usul deyishgan. Ha, xo'p. Axir mana shuni oddiygina qilib, to'g'ri tushuntirsa ham bo'ladi-ku. Men ham insonman. Menda ham qalb bor, vijdon bor. Menda ham boshqalarday. Sizdami? Ha, menda. O'zi nimaga bu yerda qaqayib turib oldinglar? Xonanglarga qarab jo'nanglarchi. Agar senlarga qo'yib bersa, yotoqxonani ham bolalar bog'chasiga aylantirasizlar. Bu yerda sizlarga enagalik qilaman deb o'tirganim yo'q. Tartib qoida hamma uchun barobar. Agar yoqmasa, ana katta ko'cha. Assalomu alaykum Nosir aka. Va alaykum assalom. Qayoqdan kelyapsan? Haligi Yana o'sha bir tinga qimmat bo'lgan ixtirolaringni qilib yuribsanmi? nega endi bir tinga qimmat bo'lar ekan? Buni qarang.
Alisherdan ajoyib ma'lumot olib keldim. Hey, men senlarga hech tushuna olmayman. Bittang kasal, bittang o'xshamagan shoir, yana bittang lo'ttivoz ixtirochi, yana bittang tarnovga tirmashib chiqadigan alpinist, bittang muhabbat o'g'risi. O'g'ri. O'z muhabbatini izhor qila olmaydigan yolg'onchi o'g'ri. Kim o'g'ri? O'tabekda. Nimani o'g'irlabdi? Hech nima o'g'irlamagan. Qizlarning xonasiga kirib, kitob so'ramoqchi bo'lgan. Hay. O'g'irlikka tushdim deb yolg'on gapirgan. Men bo'lsam, uni haqiqiy o'g'ri deb o'ylab, militsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. Yaxshiyam ulgurmadim. Bo'lmasa, Siz o'zgamroq o'ylasiz bo'lardi-da. Har doim qovun tushirib yurasiz. Keyin biz sizga ishonib, nima? Kim qovun tushiradi? kim? Kim qovun tushiradi? Hech kim. Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Borib o'sha jinni sang'i ixtirolaring bilan shug'ullanib yuraver. To'xta. Ha. Oyoq kiyimingni almashtirib ol. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nosir aka, mabodo shu yerdan chiroylikkina Toshkentlik Hilola degan qiz o'tmadimi? Tur yo'qol. Ha, o'tdimi, o'tmadimi? Yo'qol dedim. Xo'p, bo'ladi, tushundim. To'xta. Oyoq kiyimingni almashtirib ol. Xo'p. Yaxshi ish bo'lmadi. Yana sal shoshilib qo'ydim. O'ylab ish qilsam bo'lmaydimi, ha? Har doim shunaqa shoshib qo'yaman-da, undan keyin o'zim uyalib yuraman. Yaxshiyam tushunib yetdi. Yaxshiyam tushunib qoldik. Agarda bizga nima deb o'tib kelsak, nima bo'lardi? Bo'ldi, yig'lamagin Gavhar. Sal qolsa mardlik qilaman deb bir inson sharmanda bo'ladi. Qizlar. Nima, Hilola kelmadimi? Yo'q. Nima, endi kelmaydimi? Yo'q. Demak, endi kelmaydi, ha? Yo'q. U uyiga ketdi. Nima gapingiz bor edi? Yo'q, ko'zim, shunchaki so'rashib qo'ymoqchi edim. So'rash kerak bo'lsa, ana Otabekning oldiga boring. U bechora sal qolsa o'g'irlikda ayblanib qamalib ketardi. Voy! Nima o'g'irlabdi? Qanaqa o'g'irlik? Boya qulog'imga chalingandek bo'luvdi. Chiqib o'zidan so'rasangiz, aytib beradi. Yig'lang qizlar, yig'lasangiz yurak dardi o'ladi. Mard yigitlar bo'lgan joyda mard qizlar ham bo'ladi. Tushunarli. Shunaqa deb aytib qo'yaman. Bo'ldi, sen gaplar yig'lamagin. Ichki bo'ldi, yig'lamagin. Bo'ldi. Qale? Ixtiroch Toyir. Deymanmi? Yaxshiyam birov eshitib qolmas. Eshitganda naq jinni deb o'ylardi. Bizda gestalt terapiya bilan kimning ish pulli ishi bor? Qale? Qale ixtiroch Toyir? Berayotgan savolingizni qarang Nosir aka. O'zingiz bir o'ylab ko'rmadingizmi? Bu sharmandagarchilikka chidolmasdan o'zini bir kor hol qilib qo'ysa, nima qilasiz, ha? Boring, xabar olib turing. Tavba. Labi. Ha. Ovqat qilib qo'ydingmi? Yaxshi. Dadang keldilarmi? Yo'q, kerak emas, kerak. Assalomu alaykum, onajonsiz, yaxshimisiz? Yaxshi borib keldingizmi? Yo'q, kerak emas deganim, yo'q, keraksiz. Ha, yo'q. Mastava pishirtirib qo'ygan edim. O'shani qatirlab, achchiqqina qilib ichib yuboring degandim. Men ham shuning uchun keldim-da. Oy, sharmanda bo'ldim. Endi yotoqxonada qanday qilib yashayman? Voy, ovqat o'g'irlaganda bunchalar or qilmovdi ichamanda. Endi nega buncha? Juda katta o'g'irlikmi? Hatto siqib qo'ydim. Ha. Gapir. Qolganini ayta olmayman.
Qizlar seni himoya qilibdi deb eshitdim. Shu rostmi? O'sha Ey, odamni ichini kuydirmay gapirsang-chi, nima bo'ldi o'zi? so'rama, ayta olmayman. Otabek, buni jurnalist emas, chin do'st sifatida so'rayapman. Ko'chaga yoyib yuborish yo'q. Bor gapni eshitgach, jurnalistligini tutib qoladi. Aytmasang aytma. Ko'chadagi shov-shuvlardan o'zim bilib olaman. Shov-shuvingni qo'y, oshna. Yurak kuyapti, yurak. Birorta she'ringdan aytib ber, Musa. Jonim bilan. Qanaqasi aytay, o'zimnikidanmi yoki boshqalarnikidan? Zo'ridan bo'lsa bo'ldi. Unda eshit. O'zimnikidan aytaman. Kimdir she'r o'qiyaptimi? Muttahamlar mendan qutuldik deb bayram qilishyapti. Mayli, o'qisa o'qiyversin. Har holda janjal, to'polon bo'layotgani yo'q-ku. O'qiyveringlar. O'qiyveringlar. Endi o'shyaptimi? Qani, ixtirochi Toyir? Ixtirochi Toyir video. Nima farqi bor? O'zing qalaysan? Oshiq Toyir? Gestalt terapiyadan ko'ra ko'proq ahmoqchilikka o'xshab ketyapti. Kim bo'lsa fikring jamla Toyir. Men ixtirolar qilib butun olamni lol qoldiraman. Sen bo'lsang yengil xayollaring bilan chalg'ib hech kim bo'lmay o'tib ketasan. Nima? Sen hali shu o'ylab yurganlaringni ixtiro deyapsanmi? Bularning ahmoqgarchilikdan boshqa hech narsa emas. Hammasi xom xayol. Nima? Xom xayol? Hali shunday olim bo'layki, barmog'ing tishlab qo'ygan. Takka saltang, latta chaynar. Urishyapti. Lekin to'g'ri urishyapti. Mana shu Toyirni latta chaynarligi bor. Kiraymi? Yo'q. Bu muttahamlarni oldiga guvohlar bilan kirish lozim. Xo'p. Qizlarim, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Qayerga ketasizlar? Do'konga. Kechki bu narsa olib kelmoqchi edik. Shunaqa. Nima, sizga ham olib kelaylikmi? Yo'q. Meni qornim to'q. Yaxshi borib kelinglar qizlarim. Men o'zim shu tinchlikni saqlab turibman, xolos. Ularga qaramasdan bo'larkanmi? Albatta bo'ladi. Bo'lmaydi. Sen o'zing yozgan she'rlarimdan o'qiyman deding. Bu esa Muhammad Yusuf. Ey, Muhammad Yusuf ham o'zimizniki. O'rjacha xorozlar. Bo'ldi qilinglar. Yana nima gunoh ish qildik? Birovning she'rini o'qiyapsan deb militsiyaga topshirasizmi? Nafasingni yel uchursin a? Bu safar boshqa narsa. Ey. Ana bu ixtirochini yo miyasi aynab qolgan, yoki bilandir urushyapti. Jo'ra bilan emasmikin? Yo, Jo'ra Alisherning yoniga ketgan bo'lishi kerak edi-ku. Ovsar! U yerda yotib qolmaydi-ku. Iltimos shaxsiyatga tegilmasin. Men seni boshida ishtoningni qo'llab qo'yganingni gapirayotganim yo'q-ku. Nima? Shunaqa. O'zingdan ketma. Men ham seni maktabda loyga yiqilib tushganingni gapirganim yo'q. Indamasam o'zingdan ketasan. Ha! To'g'ri. Kim bilan bahslashyapsan? Bilmasam, o'zim bilan. Jo'ra bilan bahslashyapsan. Yo'q, o'zim bilan. O'zing bilan o'zing nimani talashyapsan? Bahslashyapman. Gestalt terapiya. Alisher shunaqa degan. Nima? Terapiya? Gestalt terapiya. O'tiringlar. O'tir. Oyog'ing chalishdi.
mana shu bahsda kim g'olib chiqdi? Ixtirochi Toyir o'zini dadilligi bilan ustun kelmoqchi. Ko'ngilchan Toyir esa his-tuyg'u, do'q popsalar bilan yutib chiqmoqchi. Otini nima deding? Psixoterapiya. O bola, Ha? kimni boshini qotiryapsan? Ha? Kimni? Hali sen boshqa terapiya deding. Ana endi psixoterapiya deyapsan? Terapiyasini bilmadim, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, jinni bo'lib qoldi deb o'ylamanglar. Gestalt terapiyada shunaqa uslub bor ekan. Bir inson ichidagi ikki qarama-qarshi fikrini bir-biriga qo'yishga asoslanadi. Shunaqa ekanmi? Ha? Men psixologiyani yaxshi biladigan bir odam hayotimda birinchi marotaba ko'ryapman. Ikkita stulni bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, bunisiga o'tirib buni urishganini, bunisiga o'tirib uni urishganini. Yo'q, siz oldin o'zingizda sinab ko'ring. Keyin haqligimni tan olasiz. Men hech narsani tan olgan emasman. Tan olishni istamayman ham. Qani, hammang xona-xonangga marsh! Yo'q, qachon qarasang haydashgani haydashgan. Shu kerakmi senga? Yaxshisi uyingga qayt, bor gapni dadangga ayt. Hammasini tushunadilar. Endi bir kam o'qishdan haydaldim deb qishloqqa sho'payib kirib borishim qoluvdi. Unda nima qil deysan? Yana nima? Qaytib keldilaring. Bu o'zimizni xona Nosir aka. O'tir bo'lmasa. Sen bu yoqqa kel. Hozir nima terapiya deding? Gestalt terapiya. Gestalt. O'tir. Xo'p. Gestalt. Gestalt. Oy, yaramaslar. Gestalt. Butun umr yolg'on to'qib yashab yura olmaysan-ku. Ha, bu gapingda jon bor. Yolg'on aralashgan sari ishlarim chigalashib ketyapti. Ha, ana. Yo'q. U ham mayli. Nima qilasan boshqalarning hayotiga aralashib? Nima? Sen o'zing talaba bo'lmaganmisan? Sen o'zingda bunaqangi muammolar bo'lmaganmi? Bo'lgan. O'zim ham tushunaman, xato ish qilayotganimni. Lekin o'zimni to'xtata olmayman. Yo'q. Sen o'zingda yo'q. Yoki bo'lmagan xislatlarni boshqalardan talab qilasan. Yo'q. Unday emas. Ha, shunday. Tan ol. O'zingni farzanding bo'lmagani uchun o'sha farzandlaringga shirin yoki achchiq gapira olmaganing uchun talabalarga shunday muomala qilasan. Yo'q. Men ularni yaxshi ko'raman. Bilaman. Qattiqqo'lliging esa bu faqatgina niqob. Tan olaman. Bu niqob. Oddiyroq, kamsuqumroq bo'la olmaysan. Yo'q. Bo'la olmayman. Chunki men bu yerda boshliqman. Ko'rib turganlarimga indamasdan tura olmayman. Ish qilib choy damlab qo'ygan bo'lsin-da. Qizlar, shoshmay turinglar. Sizlarga bir sirni aytaman. Lekin birov bilmasin. Ana bu Toyir bor-ku, fizik. Ana o'sha bola ilmga berilganidan sal miyasi suyulib qopti. Unchalik masdir. Boyagina ko'ruvdim. Oshxonada yuruvdi, boshi ham joyida, dumaloq. Ana, aytmadimmi? Unga oshxonada nima bor? Nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Choy damlaydi, ovqat pishiradi. Ovqat tugul damlashga quruq choy ham yo'q-ku. Nima, hech narsasi qolmabdimi? Yo, endi u ham birovni gulday bolasi. Nomi bulg'anishi yaxshi emas-da. Unda nega bizga aytyapsiz? Ogohlantirib qo'yish meni burchim. Sal ehtiyot bo'lib, orada masofa saqlab gaplashinglar deyman-da. Katta rahmat. Ertaga universitetda hammani ogohlantirib qo'yamiz. Yo'q. Sizlarni ogohlantirishinglar shart emas. Chunki bu yerda mana men borman. Xo'p. Shundoq.
Turaqon. Salom. Qalaysiz? Otabek, Tanaffusga chiqdik. Bir o'zingiz nima qilyapsiz bu yerda? men ham tanaffusga chiqdim. Ha? Ingliz tilidan tayyorlanayotgandim. Haligi yotoqxonada toyirni eshitdingizmi? Bo'lmagan gap. Bu Nosir akani yana navbatdagi uydirmasi. O'zi qo'lidan biror ish kelmaydi, birovlarni aybini topgan. Yana baqirish olamni buzadi. Ha, Ma'ruf, hozir boraman. Lekin baribir ham sizga rahmat. Nima uchun? Kechagi uchun. Ha, kechagi voqea uchun o'zi sizdan uzr so'ramoqchi edim. Nosir aka ish buyurib qolgandilar. Shunga xonadan chiqib ketdim. Meni deb sal qolsa nomingiz yomonga chiqardi. Yo'q, zarar yo'q. Siz yordam bermaganingizda bugun men qamoqda bo'lishim ham mumkin edi. Yo'q. Bura qolsanchi? Hozir deyapman-ku. Mayli, men borib qolay. Yaxshi. Qolganini yotoqxonada gaplashamiz. Yana o'g'irlikka tushmoqchimisiz? Voy, yo'q, nafasingiz qursin. Yotoqxonada gaplashamiz deyapman-ku. Ha, gaplashamiz. Men esa u bilan umuman gaplasha olmayman. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. Voy, nimasi yoqmaydi? Yaxshi yigit-ku. Qo'ysanglarchi. Voy, Alisher. Voy, salom. Salom. Yaxshimisiz? Bo'ldi-da, yotaveradimi? Yaxshi bo'pti. Ortiqcha dars qoldirmaysiz. Ha. Darsni bilmadim-ku. Yana nima bo'ldi? Tanishlar bilan xayrlashgani keldim. Qaysi tanishlar bilan? Sizlar bilan Voy, nega? Qayerga ketyapsiz? qishloqqa qaytaman. Nega? O'qishchi. Shuncha o'qidik. Bo'ldi-da endi. Tushunmadim. Qishloqqa borib mazza qilib yashaymiz. Qishloqqa ketyapsizmi? Shaharni tashlab, u yoqda nima bor? To'g'ri, bu yer yaxshi. Yaqinlar ko'p, lekin unutmang. Meni qishloqda 20 yildan buyon biladigan qadrdonlar ko'p. Psixologiyachi. U nima bo'ladi? Kelajakda zo'r psixolog bo'lmoqchi edingiz-ku. Nima ham derdik? Hayot biz o'ylaganchalik oddiy emas ekan. Mayli, xayr. Ha. Meni uzoq umringizning kichik bir lahzasida yiltillab o'tib ketgan ahmoq bir psixolog sifatida eslab turarsiz. Omon bo'linglar. Nima dedi? Men ham tushunmadim. Nimani tushunmaysizlar? Axir u o'qishni tashlab qishloqqa ketaman dedi-ku. Shunaqasiga Necha marta xayrlashasiz? qishloqqa ketyapman. Yaxshi qilasiz. Aytmay ketsangiz ham xafa bo'lmasdik. Xafa bo'lardingiz. Endi har borganingizda mana shunaqa meni chaqirib tantanali ravishda aytib ketasizmi? Yo'q. U yerdan qachon qaytasiz? Har ehtimolga qarshi bilib qo'yay deyapman-da. Qaytib kelgach, yana qo'ng'iroq qilib vahima bilan chaqirasiz-ku. Qaytmayman. Butunlayga ketyapman. Sevinishingiz mumkin. Bir umrga. Nega sevinaman? Menga desa shu yerda 1000 yil yashamaysizmi? Meni tinch qo'ysangiz bas. Ahmoq bo'lgan ekanman. Aslida niyatim sizga yaxshilik qilish, yordam berish edi. O'zimga o'xshab siz ham bir mehribon, tushunadigan insonga muhtojsiz deb o'ylagandim. Nega muhtoj bo'lar ekanman? Xudoga shukr. Yaqinlarim bor. Ular boshqa masala. Xayr. Talabamisan uka? Talaba edim. Endi esa hech kimman. Nima bo'ldi? Shartnoma pulini to'la olmadingmi? Grantda o'qirdim. Haydashdimi? O'zim ketdim.
Bekor qilsan. O'qish kerak. Nima bo'lsa ham o'qish kerak. Mana men vaqtida o'qiganimda hayotim boshqa izdan ketgan bo'lardi. Bir kun bo'lsa o'tardi. Seni kuning o'taveradi. O'tmay qolgan kun bormi? Gap shundaki, o'qisang dunyo qarashing kengayadi. Demak, oilangda muhit boshqacha bo'ladi. Bolalarni o'zgacha tarbiyalaysan. Ular ham vaqti kelib o'qishga, ilmli bo'lishga intiladi. Shunday. Sen o'qish yoki o'qimasliging keyingi butun avlodingga ta'sir qiladi. Ularni hayot yo'lini belgilaydi. Qani o'sha avlod? Bo'ladi. Barcha uchun umumiy hayot ssenariysi gohida yakka shaxslar uchun to'g'ri kelmay qolar ekan. Muqimiy bunaqa she'r yozmagan. Bu muqimiy emas. She'r emas. Ammo o'g'rilikni o'taryapti-ku. Men baloda qolyapmanmi? Shu gaplar kerakmidi bizga? Endi opa. O'g'ri bo'lishini oldini olish. Bo'lmasdan nima oldi? Shuni devday yigit otasini ko'rib o'zini tashlab otasini ko'rib yiqilaverib mayib bo'lib qolsa-chi? Bu yoqda kelajakda bordoq ajr. Nahotki shu rostmi? Albatta rivojlantirmaydi. Eng osar o'g'il eng osar o'g'il Nima endi buncha? Uzafar aka. Qizlar emas, qanaqa xato bo'ldi? Kiring. Alisher Mana misol uchun Gavhar yoki Nasiba birovlarga raqamini berganini nima deyotganini o'zi bilmaydi. Bu tuzaladigan kasal emas, to'g'rimi Otabek? to'ppa-to'g'ri. Bu tuzaladigan kasal emas, to'g'rimi Otabek? To'ppa-to'g'ri. Hali Bo'lgan ekan.